Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter bozor obunachilari. Bugun sotuvda Mercedes-Benz 510 Gigant sotuvda. Tayyor yurib turgan texnika samosual. Kimga qiziq bo'lsa, video davomida ma'lumotini, narxlarini aytib o'tamiz. Video boshlanmasdan like подписка tugmasini bosib qo'yamiz. Akalar, tayyor mashina. Aka, yili nechi mashinani? 92. 92-yilda ishlab chiqarilgan. Tayyor Benzin motor 100 ishlab turgan mashina. Motori 102 motor. O'tavering aka, ochib beravering. Aka, nechta tonnagacha yuk oladi? 5,5-6 tonnagacha. 5,5-6 tonnagacha yuk oladi deyaptilar. Motori 412 mi mos aka? Zavodskoy o'ziniki, almashmagan. O'ziniki. Resorlar ustuni bo'lgan, ramasi butun. Resor qo'shilganda. Bitta Isuzu resor. Salon qismlari. Akkurat olib minishga tayyor mashina. Aka, mashina nima rasxoti bor? Mashinani minsa bo'ldi, motor qilingan hali 1 oy bo'lgani yo'q. Motori yangi qilib qo'yibsiz-da. Noldan qilingan. Olib minishga tayyor mashina ekan. Akalar qiziqqanlar bo'lsa, sotilmasdan aloqaga chiqib olamiz. Aka, bu hozir benzinga ham yuradimi? Benzinga yurmaydi, propanga yuradi. Propanga ham yurar ekan, eng qizig'i. Hop, propani bormi? Bor. Nechtalik bu? 48 talikmi? Ha. Necha kilometr yuradi aka? Bitta zapravkada metan bilan. Metan bilan esimdan 300 gacha yuradi, to'g'rimi? 350. Mashina 6 ta baloni yangi holatda akalar. Ramalari butun. Tayyor mashina. Ishlab turgan. Aka, kapotini ochib beringlar shuni. Tayyor texnika. Pul topar mashina akalar sotuvda. Qiziqqanlar bog'lanib olamiz. Mashina opta to'dada turibdi akalar. Motor qismlari. Motori yangi qilib qo'ydim deyaptilar. 102 motor. Oldi qismlari butun. Olib minishga tayyor mashina ekan. Tag qismlari. Aka, bu narxini nech pul qilib beramiz obunachilarga? Obunachilaringga endi 12 mingcha xayr qilib beramiz. O'zi 12 mingdan ozgina o'tib berasiz. Setkasi bor, setkasini ham olib qo'shib beriladi. Bortini setkasi bormi? Yonida. Xolasa paxta toshiydi, xolasa mosh to'pdan. Ashib turganmi? Ha, ashib turgan. Setkasini ham qo'shib beraman deyaptilar. Akamiz dehqon. Zapaska baloni ham bor. Zapaska balonlari bor. Benzin baklarigacha butun. Xullas, umuman kamchiligi yo'q ekan. O'zlari minib yurgan, endi pul zar bo'lib qoldi shekilli, sotaman deb qoldilar. Sidirlar ham o'sha o'zinikidan mana ko'tarilib tushadi ekanlar. Hali vaznga moslab qilsa bo'laverar ekanda, to'g'rimi? Ha. Keling, kimga qiziq bo'lsa, bog'lanib olamiz sotilmasdan. Aka, telefon nomeringizni aytib yuborasiz-a? Videoni tagiga ham qo'yib qo'yaman. 97lik. 97lik 180 77 47. 77 47. Akalar, agro sohasida kimga qiziq bo'lsa, tayyor bilan texnika sotiladi. Aka, bu nomi nima? Ruminsk silka. Aha. Ishlab turgan. Bu endi men 100% ishlaydi. Xolasa semichka eksin, xolasa mosh ekib ko'rsin. Bunga tushunmayman. Endi o'zlaridan hozir ma'lumotini olamiz. Aka, bu nima vazifani bajaradi? Lula ekadimi, mosh ekam, chigit ekamli, traktor bo'lsa bo'ldi. Traktor bo'lsa bo'ldi deyaptilar akalar. Sudrashga. Agar kimga qiziq bo'lsa, 100% garantiya ishlash. hamma joy ishlaydi. 100% ishlaydi. Xolasa makka, xolasa lula, semichka, chigit ekib ko'raveradi. Kimga qiziq bo'lsa, bog'lanib olamiz akalar. Aka, buni pulni qancha qilib berasiz? 30 million. 30 million, ozmoz, kam bor. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Endi men yaxshi tushunmayman bunaqa narsalarga. O'zingizlar telefonlashib bemalol so'rab olishingiz mumkin.